Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida 15 ta mol boqilayotgan ekan. Shularni qanday boqilyapti, nima berilyapti, birma-bir xudo xolasa obzorini qilib berib o'tsak. Videoni boshlashimizdan oldin akalar, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Videomizga bitta tirs like deb bosib qo'yasizlar va kommentga fikringizni yozib qoldirasizlar. Qayerdan kuzatyapsiz? Shuni yozib qoldirasiz. Xudo xolasa hammaga manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Xo'p, kimdirlar mol boqishga qiziqadi. Uyida masalan mana shunday 10 ta 15 ta boqib, masalan tirikchilik qilayotgan aka-ukalarimiz ham bor. Shundan ham yaxshigina foyda qilib tirikchilik qilsa bo'ladi. Bu yerda 15 bosh mol bor. Novvos ham bor bitta. Qolgani xunajin, sigir. Shularni qanday boqilyapti, nima berilyapti, birma-bir obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum. Tog'atimsiz? O'zingiz yaxshimi? Boqayapsizmi charchamasdan? Rahmat. Birma-bir endi obunachilarimizga ko'rsatib o'tsak, qanday boqiladi, nima beriladi. Ko'pchilik qiziqadi-da mol boqishga. Hozir go'shtlar ham borgan sari qimmatlab ketyapti. O'shani hisobiga o'zimiz masalan yetishtirib borgan sari ko'paytirib boqsak, balkim arzonlab ketar. Oz-moz bo'lsa ham. Endi qanchalik haligi ko'paysa shunchalikda. O'shani aytibman-da. Ko'pchilik boqib, aziz kuzatuvchilar. Eslaringda bo'lsa, oldin ham Ramazonda chiqargandik. O'shanda tayyor bo'lsa, xudo xolasa yana olamiz deb va'da beruvdik. Hozir endi yem berishimiz qoldi, boshqa sinuslarni hisob oldik, ozgina jiyan kech qoldilar. Endi hozir yana o'sha holat nimasini ko'rsatib beramiz. Keyin tayyor bo'lgan nimalarimiz ham mana o'zi hozir mana ular past tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lib qolganlar bor. Ularni ham birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Hop, va'da bergandik, endi tayyor bo'lib qolganlarni bir ko'rsatib ketaylik deb o'zim ham nima qildim, mana endi vaqt topib kelishibdi. Xudo xolasa qanchada tayyor bo'lishini ham bir ko'rsatib tushuntirib o'tamiz, ha? O'shanda bo'yini o'stiramiz deb yem beryapman dedim. O'zi o'sha bilan ham mana past tayyor bo'lib qoldi. Ozginadan berilayotganda yemdi. Ha, unda o'sha bir kosa hozir bo'y o'stirishga prosta. Mana mana shu o'lchamimiz, mana shunda berayotgandik, eslaringda bo'lsa. Hop, mana bo'lsa o'zi mana bu. Mana bu qora. Mana bu. Uchalasi, ha? Mana u ham tayyor. Bu ham o'sha bo'yga cho'zib dahshat bo'lib qoldi. Bular ozgina bor. Xudo xolasa eski videomizni ko'rib o'tsanglar, ko'rmaganlar. Bular farqini ko'rasiz. Mana shu ko'rayotganimiz ham qora ham bo'yi kichkina edi. Hozir bo'yi o'sib 1.20 baland bo'lsa kerak, menimcha hozir. 1.20 dan baland, 1.25, 30 atrofida. Ozgina pastroq ko'rsatadi. Tomingiz, o'g'lingiz tomi ozgina past ekanda, o'shaning uchun pastroq ko'rinadi. Chunki biznikilar ozgina kichkina ko'rsatadi, lekin tashqaridan ancha katta. Nimaki bitta yechilib tashqariga chiqishganda ko'ramizda, tomon yechilib yurganga o'xshaydi. O'sha olib kirib bog'lab qo'yamiz. Endi ko'zimiz o'rganib qo'ygan. Ko'pchilik aka-ukalarimiz og'ilda qurishga ham qiziqadi-da. O'tgan safar ham ko'rsatganmiz, lekin ko'rmaganlar bor-da. Uning ichida ko'rmagan odamlar bor. Endi o'shanga og'il razmerini birinchi o'rinda aytib o'tsak. Mana bu yo'lakchamiz necha yo'lakcha? Yo'lakchamiz 1 metr oshiqroq. Mana chekka bilan hisoblaganda 1.20, 1.30 ga borib qoladi. 1.20, 1.30 chiqadi. Enaga o'sha yemten tahlab chiqsa ham boshlatib, apotlarga o'tkazib ozgina qoldi apotimiz ham. Ha, bu yerda o'sha yem, kunjara, paxtani atxoti, hamma narsani taklab qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerda kirallar ham bor ekan, bular mol sug'orishgami? Ha, mol sug'orib. Mana 1, 2 u tomonlarda bor 3 ta bor ekanda. 15 metrga yetar ekan. Hozir 15 metr og'ilimiz uzunligi 15 metr molxona. 15 metr og'ilga mana 3 dona qo'yilgan. Buni yeniga kelsak, yenini aytib o'tsak. 6 metr. O'sha yeni 6 metr. Endi mana bu oxirimiz razmer chuqurligini aytsak. Chuqurligi bir 40 ga bor, 35 40 atrofida. 40 atrofida ekan. Bunaqasiga 50 menimcha. Yarim metr, yarim metr chiqib qoladi. Bunaqasiga 50, chuqurligi 40. Mol turadigan joyi necha? 2 metr oshiqroq. 2 metr oshiqroq.
Bu tomonda chuqurimiz bor mana. Chuqurimiz ham chuqurligi 20 ya atrofida. Yo, chuqurligi 40 sm qilganmiz biz 40 sm kelib qoladi. Nimaki biz haliga bir haftada o'sha ko'chada ham tijoratim bor. Ko'proqqa to'lib turadi. Bir haftada bir marta chiqariladi go'ngni. Shunga moslangan. Sharabada olib chiqib ketaveradi. O tomonda o'sha 1 Chuqurligi 40. 90 chiqib qoladi. U tomonda yo'lakchamiz 1 metr atrofida ekan. Aravada go'ngini olib chiqib tashagan 1 metr atrofida. Mana ko'rib turibsiz, borib turib ozgina ko'tarilgan siydiga to'planib o'sha yerdan tushib ketadi. O'sha kolodisdan chiqib ketadi yoqqa. Bir tomonga tushadi. Xo'p, endi uzunasi 15 metr bunaqasiga. 1 metrdan qo'yganmiz haliga. Mana 15 metr. Ustunda haliga sentrdan sentriga 1 metr. Ustunimiz mana sentrdan sentrga 1 metrdan ketgan 15 metr og'ilimiz. 15 metrga har orasiga 1 metrdan qo'yilgan. O'shanda hop 15 ta mol sig'adi, to'g'rimi? Xotirjam sig'adi 15 ta mol. Qiynalmasdan. Ha, novvos ham boqilgan, katta. Tepaga tegadiganlardan boqdilar. Og'ilimiz razmeri shunaqa. Endi bularga nima beriladi, qanday boqiladi? Birinchi olib kelganingizda aytsak, birinchi olib keldingiz. Qanaqadir masalan ichki tashqi parazitiga ukor qilinadimi, ukor dori yo nimalar bormi? Ichki tashqi parazitlarga o'sha vaksinasi bo'ladi-ku o'zini. Ivermectin. Ivermectin qancha beriladi uni? Ivermectin qancha vaqt? 50 kiloga 1 grammdan nima qilib? 50 kiloga 1 grammdan qilinadi. Bir haftada bir marta. To'g'rimi? Ha, uni 15 kunmiz, 2 haftada 2 qilamiz. Ha, 2 haftada bir marta qilinadi. Albin dorisini endi nimasi bor edi, mana shuni turdi qani. Mana salafon emasmi? Yo'q, mana nima bo'lish kerak. Albin. Mana shu doridan mana shu albin. Mana shunlar uni ham o'sha nimasiga qarab, katta kichikligiga qarab, 30 grammgacha ichkizamiz biz. Kattalariga 30 gramm. Kattasiga 30 gramm. Kichkina bo'zaklar bo'lsa, o'rniga o'xshaganlar bo'lsa 10 grammdan. 10 grammdan kichkinasiga. 3 kunda bir ichkizib, 3 marta faktor ichkizilsa, o'shanda haligi jigar qurtlari boshqasi, ichidagi jigar qurti boshqasi to'kilib ketadi. Ivermectin ustidagini to'kadi, ha? Bitmiti, kanasi. Ha, u haligi jigardagi bo'lsa-ki, ivermectin mana ustida bit, kana bo'lsa, keyin haligi ichakdagi qurtlar bo'lsa, ularga ham ekan. Chunki qondan boradi ivermectin. Ivermectin degani bor, o'yla turibdi. Uni ham o'sha nimasiga qarab qilinadi, besiga qarab. Katta kichikligiga qarab qilinadi. Bo'g'ozlarga qilinmaydi u narsa, chunki bo'g'ozlar bilib bo'lmaydi, haligi bolasiga zarar yetib qolishi mumkin. Uni veterinar maslahati bilan qilinsa. Aytganman oldin ham o'sha o'zimni kuyovim veterinar vrach. U kelib har zamonda tekshirib ko'rib ketib turadi. Bari bir vrach nazorat qilib turgan. Shunaqa. U ukor dorilar qilishdan oldin ham birma-bir veterinar bilan maslahatlashib, qancha nima qilaydi. Keyin iloji bo'lsa, haligi tirali bilan o'sha super nimasi bor, o'sha o'zi tilim kelmay turibdi. Qattiq gapiraversa eshitilmay qolishi mumkin. O'sha dorilarni haligi nimaga eritib turib, suvga 10 litr suvga o'sha 10 grammdan nimasida ikkita nimasi bor. Ikkita plafonni qo'shib turib, o'shani eritib ishkaf yuvib chiqiladi. Haligi gubka bachalkada ishkaf yuvib chiqilsa, ustilarini bir qo'l ishkaf yuvib chiqilsa, haligi bit qolmaydi. Kana bit tashqi parazitiga. O'shalar to'kilib ketar ekan. Bit kana. Yumsa bo'laveradi. Mana bu juni to'kilib ketadi ba'zida. Qanaqa nima deydi uni? Uni chisotka deydi. Chisotka uni ham oladimi? O'shanga ham ana haligi Kralin. Kralin emas, haligi Ivermectin foyda beradi. Nimaki u parazit, terda parazit bo'lsa, teridagi haligi tuklar to'kib tashlaydi, yalang'och bo'lib qoladi, silliqlari. Shuningga o'xshab qoladi. Mana shunga ham mana kelganlaringda, agar ko'rganlaringda bo'yni silliqlashyapti. Bo'ynida bor edi, bo'yni chiroyli bo'lib qoldi. Tekizlashib qolibdi. Krali bilan yuvib, buni ham nima qildik? Endi bo'g'ozgacha bundan qo'l qilganimiz yo'q. Bolasiga zarar yetib qolishi mumkin. Bu ham yaqinda xudo xolisa tug'adi. Mo'ljallab turibmiz. Keyin mana yana bitta narsa, har bitta qancha metrga qo'yilgan ventilator?
ventilator 2,5 qo'yilibdi. metr atrofida. 2,5 metr atrofida mana. Hop. 1 2 3 4 5 ta 6 ta ventilator qo'yilgan akalar. Mollar shtobi havo aylanib turadi, nafas olib turadi. Qizib ketmaydi og'il. Keyin hop, endi masalan bitta xunajinni oldingiz deylik. Yangi olib keldingiz. Yangi olib kelganingizda masalan yem berishni boshladingiz. 3 oyda tayyor bo'ladimi? Agar bo'y basti yaxshi bo'lsa, o'sha O'zi ozg'in bo'yi bor bo'lsa, bo'y suyagi buzuq bo'lsa, birinchi o'sha lecheniyalarni quvib turib, parazitlarni to'kib olib, ichki tashqi parazitini to'kib, nima qilsa, keyin haligi mol yeb bersa, o'sha vaqtida yemini qarab, suvini vaqtida berib, endi bundan ba'da yoz kelyapti, suvini ham 2 mahal tutish kerak iloji bo'lsa. Nimagaki issiqda baribir biz o'zimiz ham bir kunda necha mahal suv ichib boramiz. o'zi yem yegandan keyin ichini ham qizdiradi. O'shaning uchun iloji boricha suvsiz qolmaslik kerak. Suvsiz qolsa mol issiqlaydi. Shuna qarab tursa, xudo xolasa effektini beradi. Qanchada tayyor bo'ladi? 2 oy, 3 oy. 3 oy, 3,5 oy, uzog'i 4 oyda tayyor bo'ladi. Uzog'i 4 oy. Endi yangi olib keldingiz xunajinda, o'shanga masalan yem berishni boshladingiz. Qanchadan beriladi yemni? Boshida ozroq berish kerak. Qanchadan o'sha ko'rsatib o'tamizmi bir? Endi masalan Idishda. biz asli mana shunda Yangi kelganda, birinchi mana shunda ozgina bergan, manancha berganmiz. bitta Endi keyin to'la. qo'shib hozir to'ldirib bo'yapmiz mana shuncha. Lekin bo'yni o'stirgani nima qiluvdik, lekin Xudoga shukr mana shular o'zi tayyor. Buni hop bo'yni o'stirgan emas, masalan, olib keldingiz, 3 oy, 4 oyda tayyor qilmoqchi bo'lsangiz, O'sha o'tgan safar aytganimdek, mana hozir mana ko'rsatib beramiz. O'tgan safar ham aytganman, o'sha haligi sichkamiz tugab qoldi, haligi muchka, sichka deydilar, mana bug'doyda maydalangani bor. Bug'doyda maydalangani, O'shamiz tugab qoldi, endi mana uni o'rniga mana ikkita berib turamiz bularga. Ikkitadan kepagida, hozir ikkitadan yeydi. Bularni mana ularni bittadan yeydi. Endi gavdasi katta kichikligiga qarab, kattalariga ikkitadan, kichkinalariga bittadan beryapmiz. Lekin Xudoga shukr, o'zgarishi yaxshi. Masalan, mana shu sigir ham shu Ramazonda tuqqan, mana badanni ko'ryapsizlar. Boshqa oziq-ovqat berganimiz yo'q. Mana shu bilan o'zgarishi Xudoga shukr, mana badani yaxshi. Semasa seviryapti, ozgani yo'q. Novvos ham bor ekan, Bularga endi bo'y o'stirishga betadan beryapmiz. Mana o'zi mana shu betadan yerda mana semirib bo'ldi, mana ko'ryapsizlar. Yaxshi topdi. Chunki ana silosimizda makkasi bor-da. Makkasi borligi uchun U ham yem bo'lib beradi-da. u yem hozir Silosda bir tog'oradan beriladi hammasiga. Endi uni ham kattalariga to'laroq, Kichkinalariga ozroq. yavdasi kichikroqlariga, chunki yeb yetkazolmaydi, oshqozoniga sig'maydi. Shuning uchun iloji boricha oldin yeb qo'yish kerak-da, otib qolmas kerak. Otib qolsa ko'niga tegadi. Qo'ymaydi bunga. O'zi ancha topib qolibdi ular. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi endi. Endi bitta planimiz bor, Xudo xolasa bularni bir partiya chiqarib olib, endi o'rniga yana eski stilimizda novvos boqib ko'ramiz. Kattasidan yo kichikroqmi? Yo'q, o'sha boqma novvoslardan olib turib boqamiz inshaalloh. Mana shu. O'zi ham novvosni ham juda kattasidan boqdingiz-a, bir kelib ko'rgandik. Ancha boqdik, uni tepaga tegadigan bo'lib ketgan. o'sha fermadan o'sha endi bo'zakdan olib kelib turib, bo'yi 170 180 bo'lib qoldi, adashmasam. Shunaqa bordi. 180 ga borib qoldi. Ventilatorga ozgina qolib tegishiga. O'sha kelib ko'rgandim, o'zim ham ko'rib cho'chib ketgandim. Orqa plandan olamiz, hozir ko'rsatamiz holatini. O'zgargan nimalarni ko'rsatamiz. Hozir orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar, orqa tomondan ko'rinishi. Mana bu sigirimiz bo'g'oz ekan. Bunga ham kepak berilaveradi, kunjara berilmaydi. Kunjara berilmaydi-a? Kunjara berganimiz yo'q. Kunjara hozir qimmat o'tib, kunjara bilan berganimiz yo'q. Arzon boqish usuli, arzon stil.
Mana shular başı tayyor bo'ldi. Qaysi mana bularmi? Bu ham, bunisi ham, mana bu ham. Tayyor bo'lib qoldi bular. Xudo xolasa bular endi yangilaymiz. Nasibsa endi novvos qilamiz degan mo'ljalimiz bor. Asli juda ko'p xunajinda masalan, juda ko'p boqib yuborilsa, yog'i ko'payib ketadi. Keyin bu xunajinda tez qochqish kelib qolar ekan. O'shanda yemay qo'ysa to'xtab olar ekan. Novvos to'xtamay ketadi, baribir novvos. Ozgina uzoqroq boqiladi. Effekt yaxshi bo'ladi novvos. Hozir ertalab kechqurun shu stilda boqasiz, ha? Ertalab masalan boshqa narsa bermaymiz. bir tog'oradan silosiydi. Ustiga ba'zilariga bittadan, ba'zilariga ikkitadan kepak berib chiqiladi. Gavdasiga qarab. Gavdasiga qarab. Abitda bir sug'oriladi, ertalab abitdami yo ertalab kechqurunmi? Yo'q, hozir oldin abitda sug'orardik. Hozir ertalab sug'oryapmiz, o'sha yem hashagini yeb bo'lgandan keyin sug'orib, keyin hozir endi kechga ham baribir bir sug'orib qo'yamiz. Nimaki? Yem hashagini yeb bo'lgandan keyin yana bir sug'oriladi. Issig'i baribir endi bildiryapti, chanqayapti mollar. Ertalab bir marta. Yem sug'oramiz mollarni inshaalloh. Ertalab bir marta, kechga yana bir marta sug'orib qo'yiladi. Eng arzon usul akalar. Tog'amiz ham anchadan bir boqinlar, qancha bo'ldi? 15-20 yil ham bo'ldi o'sha. Hadi ham boqqanman, U uyingizga o'tganimda ham ko'rgandim. 20 yildan ham o'tdi asli. Asli novvos yemlar deganda bularni ham bir sinashga olib ko'rdik. Endi baribir novvos ketmaydi lekin novvos bu puli ham lo'nda pul bo'ladi. Yana bitta narsa, molni semirtirib ham foyda qilyaptilar. Bu tomonda biogomuslar ham bor. Mana shu mol kelganda o'ta oriq mol edi. Ozg'in edi. Mana hozir holatini ko'ring. Hozir dahshat ancha semirgan. Sifat kelib, chiroyli bo'lib qoldi mol. Bu tomonda biogomuslarni ham qilyapsiz, ha? Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Molni semirtirib go'sht qilib ham foyda qilsa bo'ladi. Bu yoqda mana akalar biogomus qilib ham foyda qilsa bo'ladi. Mana. Mana shu bo'zagimiz Ramazonda o'sha tug'ilgandi. Mana hozir holati yaxshi mana. Holati yaxshi, zo'r. Hop, bu yerda mana kattagina biogomus qilib tashab qo'yganlar. Qanchada tayyor bo'ladi endi bu taxminan? 3 oyda. 3 oyda tayyor bo'ladi. Chuvali ko'p bo'lsa 3 oyda, bo'lmasam 4 oy, 5 oy, 6 oyga cho'zilib ketadi. Chuval ko'p bo'lsa tez tayyor bo'ladi. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangidan ko'proq tashab qo'ysangiz, tezroq tayyor bo'ladi. Bu yerda mana uzun qilib tashab qo'yganlar. Molni yemlab, go'sht qilib foyda qilsa bo'ladi. Go'ngidan ham mana akalar normal foyda qilsa bo'ladi. Buni ham o'tga qilib qo'ygan ekanlar. Bir marta sotdingiz-a o'zi? Qancha chiqdi? Nechta tonna bo'ldi? 4 tonnamidi? Ha, 4 tonna sotdim. 4 tonnani sotdilar mana. 4 tonnadan 4 million bo'ldimi? 4 million. Mana chuvallar. Foyda qildilar. Mana chuvallar. Mana akalar chuvalchanglari ichida Mana chuvala, mana. Mana shular chuval mana. Mana. Chuvalchang ichida bor. Ana chuval. Bular go'ngni yeb, o'g'itib chiqarib beradi. Ha, biogomus go'ngdan 5-6 marta, eskilari 7-8 marta ham kuchli bo'ladi. Keyin urug'ni kuydirib qo'ymaydi, ko'chat kuydirib o'ltirib qo'ymaydi. Uni ustiga suv sepib turish kerak ekan-a? Ha, suv sepib tursa, chunki chuval namda yuribdi. Mana. Mana chuvali. Mana ichida. Mana shular chuval bo'ladi. Bir qancha chuvalchanglar turibdi. 3 oyda o'zi go'ngni o'g'it qilib qo'yadi akalar. Biogomusimizni ham narxi 1,5 ming so'm bo'lyapti o'sha. 1000 so'm, 1,5 ming so'mga sotilyapti. Bundan ham mana normal foyda qilsa bo'ladi akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta-bittadan like bosib, kommentga men senga aytdim, hozir mana. Fikringlarni yozib qo'yasizlar. Bu yoqda mana silos o'ramiz. Mana silos o'ramiz. Hozir mana shunda o'yib qilsak mana. Mana makkalari. Mana ko'rinyaptimi? Mana. Ichida makkalari, doni bor. Mana shuning uchun donli silos berib boqilsa, mana doni. Silosni ham o'sha arzonligida olib qo'yish kerak ekan-a? Hozir narxi ham oshib ketdi ancha. Hozir oshib ketdi, hozir ko'tarilib ketdi. Hozir
Kami 1200 ming so'm sotilyapti-da. 1000 so'mga chiqib ketdi. 1000 so'm 1200 dan sotilyapti. 400-450 ga olganmiz. 400-450 dan olganlar. Endi biz 1 yilligini bosib qo'yamiz. O'sha 1 yillik. bizga. O'sha arzonligida olish kerak buni ham. O'shancha silos bilan boqilsa baribir mana ko'rdilaring. Yaxshi semiradi. Effekti bildirib turibdi mana kepakni ham o'sha bir kasadan beryapmiz xolos. Bo'y o'stiramiz dedi, lekin semirib tayyor bo'lib qoldi. O haligi sichka beramiz, un beramiz dedik. Uni ham bermadik. O'shanda ham Yaxshi semirdi. yaxshi semirdi. Hozir sotsa bo'laveradi. Eng arzon usul ekanda boqishdi. Endi bundan keyin de xudo xolasa endi hammasini buqa qilamiz deyapmiz. O'sha buqa qilganimizda yana xudo xolasa Bir video qilamiz, chiroyli qilib. O'shanda ko'rsatib beramiz inshaalloh. Bo'lmasa videolarimizni yakunlaymiz. Akalar, kanalimizga obuna bo'lib, obuna bo'lmaganlar. Hop, videomizga like bosib qo'yasizlar. Mehnatimizni qadrlagan holda. Va qayerdan kuzatyapsiz, shuni yozib qoldirasiz. Kommentga fikringizni yozib qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.